o'rtoqlar, Yesellarent yengisi kirib keldi. Buni skidka qilib, Skidkada qancha qolsa ayt, просто men. to'g'risini aytaveraymi? To'g'risini ayt. 199 ga tushib Voy, oldim. onasini emsa. Ne pulmas? Просто kecha harfga o'xshab borib $100 ga oldim deyman. Endi qorasi qani men bundan. Qattan Xuddi mana shunaqa. Ya, realno. Zakaz qildim internetdan. Kelmasdan yuravering shunaqa, $100 ga zakaz. Qattan bilaman sizlarda borligini bunaqani. Ha, bugun olib keldim mana 199 ga chiqarib qo'ydim. To'g'rimi? 199 deb aytganing sari va ichim og'ridi. 199 ming so'mga o'rtoqlar, mana bunaqa ranglardan ham olib kirib qo'ydik. Lakrovniy modellaridan ham bor. Mana buni qaranglar, вообще oyoqda zo'r turadi. Prям. Bilasanmi nima dedim? Ha. Mana shu qorasini olsangiz shu $100 ga tushadi. Agar qolgan ranglarini olsangiz unga yana qo'shiladi. Sizlarda shunda hammasi 199 ming, to'g'rimi? Hammasi 199 ming. Lakrovniysi bor, kojunisi bor, zamshli modellaridan ham bor. 35 dan 40 gacha razmerlari mavjud. Zamshlini 150 dedi. Ayog'i. Ichim og'rib mana shu lakrovnigidan $100 ga olgandim-da. Qisqa qilib aytganda menga o'xshab allanib qolmanglarda kelib 199 mingga kelib olib ketinglar shu. Udobniymikan? Udobniy, lekin Ha. вообще udobniy juda yaxshi ko'rib Udobniysi zakaz qildim. Именно mana bunaqa dollarlarda rasmi tushirilgandan, xuddi shunaqa atirlarim bor bilasizlar. Podsvet qilib, kiyib, sepib yursangiz bo'ladi. 199 ming so'm. Anu qizga pulimni qaytarib bering desam, cho'rnaylar vardi. Buni ikkita viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham ishlaydi. Andijon filialimizda ham mavjud o'rtoqlar. Shoshilinglar. Nima deyman endi?